Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Har vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Biz bugun Photoshop 2022 ning dog' yo'qotish quroli bilan tanishib chiqamiz. Bu qurolning tizlatma knopkasi knopka taxtasidan J. Hozir men yutkash qurol tanlag'li holatda knopka taxtasidan J ni bossak, bu qurol aktiv bo'ladi. Mana sol tarafdagi tizimlikdan Spot Healing Brush Tool degan mush qurol shu. Biz bugun mushuni tanishib chiqamiz. Buni tanlagandan keyin qurolimiz aktiv holatga o'tdi. Bu qurolni odatda rasmlardagi nuqsonni yo'qotish uchun bizga lozim bo'lmagan rasmninki sifatiga ta'sir ko'rsatgan har qanday rayonni o'chirib o'tish alohidaligi va mayli rasmdagi xat bo'lsin, masalan hozir o'xshashma odamning o'zidagi madanxo'rak izlari bo'lsin yoki rasmning ichidagi ma'lum bir jism bo'lsin, biz shuni mush qurol orqali intayin tez suratda o'chirish maqsadiga yetalaymiz. Avval rasmni taxim yaqinlashtirish uchun kontrol bilan pedosini bossak yaqinlashadi. Undan keyin mana qurol qarasak, dog' sal cho'ng, qurol sal kichik. Cho'tkaniki, cho'ng kichikligi. Agar sizlar bu cho'ng kichiklikni cho'ngaytmoqchi, kichiklatmoqchi bo'lsanglar, knopka taxtasidan, masalan, hozir yiroqlashtirib o'tay. Masalan, knopka taxtasidan cho'ng tirnoqning o'ng sonini bosish orqali mana knopka taxtasidan cho'ng tirnoqning o'ng sonini bosish orqali cho'ngaytib, kichiklatish nimasiga yetalaymiz. Undan boshqa biz knopka taxtasidan oldini bosib turib, mousening o'ng tarafini chekish orqali yana bu qurolni cho'ngaytish, kichiklatish holiga yetalaymiz. Mousening o'ng tarafini bosib turib, mouseni o'ng so'lga yurishtirsak, mana holatda cho'ngayib kichiklaydi. Agar biz bu qurolniki masalan cho'tka desak, bu cho'tkaning qattiq yumshoqligini mush holatda knopka taxtasining oldini qapamay turib, mousening o'ng tarafini chekib turib, mouseni ustiga, ostiga serish orqali mana bu qurolniki qattiq yumshoqligini o'zgartiraysizlar. Yana biri mousening o'ng tarafini chekish orqali bu ko'znak chiqadi. Bu ko'znakdan qarasanglar mana cho'tkaninki cho'ng kichikligini hozir kichik bo'ldi. Buni cho'ngaytsak, o'ng tarafiga mana shu orqali cho'ngaytib kichiktiralaysizlar. Undan boshqa buningki qattiq yumshoqligini mana buni o'ng so'lga yuritish orqali qattiq yumshoq qilaysizlar. Undan keyin bu orliqi. Masalan, biz mana shunda sirg'andan keyin qarasanglar bir xil orliq tashlab mangandek bir nima hosil bo'ldi. Biz buni 120 qilib qo'y. Hozir mouse'ni qappamay mana mouse'ni qappamay yurishtirgandan keyin orliq tashlab mangdi. Maqsad mush orliq shu. Agar biz buni o'zingizga muvofiq odatda tuvan nomerda tursa bek yaxshi unumga erisha olamiz. Mana hozir orliq qo'ymayman-da. Buni har bir sizlar qilmoqchi bo'lgan rasmninki nimasi qarab turib o'zgartirib tangshash epasanglar bo'ldi. Dog'ni yo'qtili. Rasmdagi ortiq rayonni yoki shu rasmdagi dog'ni yo'qotishdan burun sizlar avval quruq qavatdan birini qurib, masalan, hozir quruq qavatdan birini qurib oldim. Undan keyin sizlar butun qilgan mashg'ulotingizni mush quruq qavatga qilsanglar, keyin mashg'ulotingiz xato bo'lib qolib qolsa yoki qilgan ishni keyin qaytaradigan bo'lib qolsa, mushu qavat orqali yana rasmingni asli oldini saqlab qola olasizlar. Masalan, men hozir qavatni qurgandan keyin bevosita rasmga o'zgartish kiygizman desam, hech qanday o'zgartish bo'lmaydi. Mana o'zgarmaydi hech qanday. Nimishqa degan vaqtda men qavatni tanlab turib, rasmga o'zgartish kiygizganligim uchun shu ishlamaydi. Buni rasmga kiygizgan o'zgartishni qavatga ta'sir qilsin desanglar, hammaga ta'sir qilganligini besib o'tgandan keyin mashg'ulot qilsanglar, mana endi mashg'ulotlarning hammasi mush qavat ustiga saqlanib mo'g'di. Men mashg'ulotni qaytarib o'tdim. Undan keyin bu yoqqa qarasanglar, usti tarafdami shu bayonqi cho'tkaninki cho'ng kichikligini, qattiqligini, yurishtirgan vaqtga yo'linishining orliqini bu yerda o'zgartiraysizlar. Undan keyin gradusi, aylanma gradusi, yantoq shakli. Undan keyin meniki yumloq shakli. Masalan, men buni hozir 50 ga qilsam, holati bo'ldi mana. Undan keyin gradusni o'zgartiraman desam, masalan 20 gradus
Mana qarasanglar 50 gradus. Mana 45 gradus qilsam, mana 45 gradus şekilde. Buni o'zinglar muvofiq tanglab ishlatsangiz bo'ldi. Lekin men hozir normal holatda qo'yib ishlatmoqchi. Buni asli qaytarish uchun bu yerdan restonni bosib olsak, hammasi asli qaytadi. Undan keyin men mana to'g'ri belgisini qo'yib o'tib, mashg'ulot olib boray. Endi biz bu odamning yuzidagi dog'ni bir yo'qotib boqaylik. Mana sizlar yo'qotmoqchi bo'lgan, ya'ni ekiliblam mavsum bir cheksanglar. Mana bu holatda yo'qolib ketsa. Agar sal cho'ngroq bo'lib qolsa, dog' shundan qartaroq o'zgartish ipasanglar bo'ldi. Ma birinchisi bu mazmunning ichiga qarta o'zgartish kiygizdi. Ma ikkinchisi bu mushu umumiy rasmninki rang nimasini o'zi avtomatik tanlab bizga shunga mos keladigan bir xil bir teraslik beradi. Buni normalda mahaliyat ishlatsangiz yaxshi unum bermaydi. Sizlar qarasanglar mana bir xil. Mana buni ba'zi rasmlarda yaxshi unumga erishgan bilan ba'zida yaxshi unumga erishgan bo'lmaydi. Har bir qurolning o'z kuchlik aloyihligi va kamchiligi bor. Bundan boshqa ma uchinchisi bu sizlar o'zgartmoqchi bo'lgan rayonning atrofini o'rnak qilib turib, undan keyin bizning rasmga o'zgarish kiygizib beradi. Mana Mesela ben yo'qotib etdim, lekin qarasanglar, menga hozir odamning soqoli yana ko'chirilib keldi. Bu mush atrofdagi soqolni mishaga avtomatik ko'chirib ekildi. Normalda odatda mushu birinchisini ishlatsanglar, yaxshiroq unumga erishalasizlar. Bu yuzdagi donxo'rakni yo'qotishning bir nechta usullari va bu farqli yo'llari va buningki. Buni keyingi darslarimizda qurollarni tunishtirish jarayonida yana unumni so'zlab o'tamiz. Ondan keyin men xatni o'chiradigan bo'lib qolsam mana. Mana sizlar o'chirmoqchi bo'lgan xatni. Misol o'chib ketdi. Masalan, bu rasmning ya dog'i ekan, bu dog'ni yo'qotish uchun taqilsak, bu yo'qolib ketadi. Endi biz boshqa rasmni bir misol ishlab boqaylik. Ikkinchi rasm kelsak, buningda bir qalam bor ekan. Biz bu qalamni ma rasmni yo'qotib etmoqchi. Shunga buni taxmi cho'ngaytib, mush qalamninki umumiy ma tomliqini besib tushayligidek holat qilib turib, undan keyin buni ustiga sirg'andan keyin qarasanglar yo'qolib ketdi. Endi men xatni yo'qotish uchun buni ma holatda biz yana boshqa rasmda sinab boqaylik buni. Masalan, odatda infografik rasmlarningki to'ridan PSD yoki IPS shaklidagi rasm topa olsanglar, uni xatni shu holatda o'zgartirasizlar Photoshopga yoki Illustratorga kirib. Ammo ma holatda JPG yoki PNG holatga o'zgartirib bo'lmaydigan rasm bo'lib qolsa, buni ma rasmning ichidagi son sifirlarni yoki xatlarni o'zgartirmaysizlar. Shunda vaqtda sizlar ma nimani o'chirib o'tib, masalan, sizlar xat yozmoqchi, yo'q qilib qolsa 10% degan 20% qilmoqchi bo'lib qolsanglar, mushu doiraning bek kichik bo'lib qolsin bo'lmaydi, biz o'chagan rayonni bek cho'ng bo'lib ketsin bo'lmaydi. Muvofiq tanglab mana qarasanglar, hozir sal cho'ng bo'lib qolganlik uchun ma yandagi nimadan o'rnak kelib turib oldi. Shunga buni taqib kichikitish kerak. Agar ashta bo'lib qolsa, badam qiday. Mana. Shunga bek cho'ng qilib olsanglar, ma atrofidagi jismni o'ziga tortib oldi. Shunga muvofiq tanglashsanglar bo'ldi. Mush holatda. Mana. Agarda ma xatni o'chirib o'tmoqchi bo'lib qolsanglar, buni sal cho'ngaytib holat yo'qotib olsanglar bo'ldi. Bundan keyin sizlar masalan, mana yo'qotib olsam, bu hozir sal cho'ng bu. Cho'ng holatda mashg'ulot ipasaq, qanday bo'lganini ko'ringlar. Mana. Bu shunda oqibat kelib chiqdi. Shunga buni cho'tkaning cho'ngligini ziyoda cho'ng qilib etmaysizlar, ziyoda bek kichik qilib etmaysizlar, muvofiq tanglashsanglar bo'ldi.
Yani şu holatda ikkiga bo'lib uchasanglar bo'ldi. Undan boshqa biz yana boshqa rasmda misol ishlaylik. Mesela ma rasmdagi ma stakandagi qora chekitlarni uchratmoqchi bo'lib qolsak, mesela buni hozir silib cho'ng qilib, muholatda qilib buni bossanglar istakka yo'qolib ketadi mana. Buni yo'qotadi. Bizning maqsadimiz stakanni saqlab qolib, stakanning teshidagi ma qora chekitlarni uchratmoqchi bo'lib qolsak, bu chekitdan azroqlam cho'ng bo'lsa bo'ldi. Hop, mana shu holatda. Qur'onning mushta alayligi bor. Uni boshqa yana boshqa rasmda misol ishlab boqaylik. Masalan qarasak, ma rasmdagi biz ma chiroqni ortiq deb qaragan bo'lsak, biz buni o'chiritish uchun avval ma 5ni bir o'chiritishimiz kerak. Muvofiq cho'nglikda qilib. Buni yo'qotgandan keyin, undan keyin mani sal kichikiltib turib, yaxshi sizay. Undan keyin endi mani do'stsiz bilan yo'qotsak bo'ldi. Lekin yani qayta ishg'ol qilish orqali ba'zida o'chmaganni ma'lum qilsanglar, bu boshqacha unum beradi. Mana. Mesela miyat qolib qolgan dog'larni o'chirishni keyingi soatlik darsimizda boshqa qurol orqali so'zlaymiz. Yana boshqa misol ishlasak, mesela ma rasm qarasak, bu rasmda ma mashinaning keyini o'q tekkan yalib ekan, biz buni asli holatiga o'q tegmagan yangi holatiga akilamiz deb qolsak, buni o'xshash sal yiqilitib rasmni, undan keyin cho'tkaning cho'ng kichikligini sal muvofiq tanshab bo'lgandan keyin buni shu holatda qarasanglar, mana hozir ma ustidagi ham ilib oldim. Ish qarasanglar, ma atrofdagi jismlarni shu yerga tortib oldi bu. Shunga birinchisini ishlasanglar, birinchisi miyaga nisbatan yaxshi ishlaydi. Mana. Undan keyin mani sal cho'ngaytib bu shu rasmlardagi nuqsonni yo'qotishga belki yaxshi ishlaydigan qurol. Mana. Masalan, men aynakning ustidagi mana narsani yo'qotalaydi. Mana. Baqirib qolgan. Bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Yana bir qitim dars ko'rishsa salomat bo'linglar. Allohga emanet.